Ogohuzda kun yangiliklari. Bugun nimalar bo'ldi? Eng muhim yangiliklar bir joyda. Endilikda pravasiz avtomobil boshqarganlar kamera orqali aniqlanadi. Farg'ona vodiysida kuchli ta'sir qiluvchi dorilar va giyohvand moddalar musodara qilindi. Yaqin Sharq davlatlaridan evakuatsiya qilingan o'zbekistonliklar soni 9300 nafardan oshdi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan farmatsevtika mahsulotlari 55 ta davlatga kirib borgan. Yoshlar ishlari agentligi Xayrulla Asadovga kitob do'koni o'rnatib beradi. Endilikda pravasiz avtomobil boshqarganlar kuzatuv kameralari orqali aniqlanadi. Yo'l harakati xavfsizlik xizmati axborot xizmati rahbari Zoir Yo'ldoshevning xabar berishicha, O'zbekistonda haydovchilik huquqidan mahrum etilgan inson mashinani boshqarsa, holat kameralar orqali aniqlanib, huquqbuzarga nisbatan chora ko'riladi. Haydovchilik huquqsiz yoki ushbu huquqdan mahrum etilgan shaxslarning qonunbuzarliklari jamiyat uchun katta ko'ngilsizliklar keltirib chiqarishning oldini olishda endi raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan keng foydalaniladi, dedi Zoir Yo'ldoshev. Uning ma'lum qilishicha, hozirda O'zbekistondagi avtomobil yo'llarida shaxsning yuzini aniqlash funksiyasiga ega kameralar, foto va video qayd etish qurilmalari o'rnatilgan bo'lib, 2026-yilning 23-fevralidan 3-martgacha test rejimida ishlagan ushbu qurilmalar orqali bir qancha haydovchilik huquqidan mahrum etilgan fuqarolarning mashina boshqargani, boshqaruv vaqtida telefondan foydalangani aniqlangan. Shuningdek, bunday huquqbuzarlik bir marotaba sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha jarima, ikkinchi marotaba takrorlansa 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llanilishi mumkin. Farg'ona vodiysida kuchli ta'sir qiluvchi dorilar va giyohvand moddalar musodara qilindi. Qo'qon shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1983-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Spark rusumli avtomashina to'xtatilib ko'zdan kechirilganda, avtomobil salonida 9960 dona Zardex nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi. Yana bir holatda qo'shni davlatdan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini kontrabanda yo'li bilan olib kirib, Toshkent shahridagi jinoiy sheriklarga yetkazib berish bilan shug'ullangan Quvasoy shahrida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtomashina Namangan viloyatining Pop tumanidagi yo'l-patrul xizmati maskanida to'xtatiladi. Mashina ko'zdan kechirilganda eshiklarining ichki qismiga 8000 dona Zardex hamda 309 gramm gashish giyohvandlik moddasi yashirilgani ma'lum bo'lgan. Bag'dod tumanida qayd etilgan yana bir holatda esa Qo'qon shahrida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomashinadan 1691 dona Regapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi aniqlangan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 251, 246 va 273-moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan farmatsevtika mahsulotlari 55 ta davlatga kirib borgan. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida farmatsevtika sohasini rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Davlatimiz rahbari ushbu soha inson salomatligi, hayot sifati, iqtisodiy xavfsizlik bilan ham bog'liq ekanini ta'kidladi. Yaratilgan sharoitlar hisobiga so'nggi 9 yilda sohaga 1.8 milliard dollar investitsiya kiritilib, 140 ta yangi quvvat ishga tushirilgan. Korxonalar soni 300 dan oshib, shundan 58 tasi dori ishlab chiqaruvchilar hisoblanadi. Ishlab chiqarish hajmi 3,5 marta o'sib 7 trillion 300 milliard so'mdan oshdi. Mahalliy dori vositalari esa 2 karra ko'paygan. O'zimizda ishlab chiqarilayotgan farmatsevtika mahsulotlari 55 ta davlatga kirib borgan. Farmatsevtika sohasidagi ish o'rinlari esa 40 mingdan oshgan. Yaqin Sharq davlatlaridan evakuatsiya qilingan o'zbekistonliklar soni 9300 nafardan oshdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar berishicha, Yaqin Sharq davlatlaridan evakuatsiya qilingan o'zbekistonliklar jami 9361 nafarni tashkil etgan. Saudiya Arabistonidan muntazam hamda qo'shimcha charter reyslar orqali 8114 nafar O'zbekiston fuqarolari vatanga qaytarildi. Birlashgan Arab Amirliklaridan 1192 nafar fuqaro O'zbekistonga olib kelingan. Erondan 23 nafar, Bahrayndan 25, Ummondan 7 nafar fuqaro O'zbekistonga olib kelingan. Ma'lum qilinishicha, fuqarolarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha chora-tadbirlar tizimli va bosqichma-bosqich bajarilmoqda. Ayni paytda evakuatsiya asosan fuqarolik aviatsiyasi uchun havo hududi ochiq bo'lib turgan mamlakatlardan amalga oshirilmoqda. Mintaqaning boshqa davlatlarida havo hududi ochilishi bilan mazkur tadbirlar tezkor ravishda tashkil etiladi va davom ettiriladi. Vazirlik fuqarolarni xotirjamlikni saqlashga, vahimaga berilmaslik, vazmin harakatlanishga chaqirdi. Shuningdek, ayni paytda xorijda bo'lib turgan fuqarolardan mazkur mamlakatning ichki qoidalari va talablariga qat'iy rioya etish, faqat O'zbekistonning davlat organlari va diplomatik vakolatxonalari tomonidan tarqatilayotgan rasmiy axborotga amal qilishini so'radi. Yoshlar ishlari agentligi Xayrulla Asadovga kitob do'koni o'rnatib beradi. Ijtimoiy tarmoqlarda tirik kitob sifatida tanilgan kitob sotuvchisi Xayrulla Asadovning 20 ming so'mga xarid
xarid cheki bermagani va pulni onlayn nazorat kassa mashinasi xotirasiga kiritmagani uchun jarimaga tortilgani keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Mazkur mavzuga Yoshlar ishlari agentligi e'tibor qaratdi. Agentlik munosabatida yoshlarning kitobga bo'lgan qiziqishi, ko'chalarda ma'rifat ulashayotgan insonlarning harakati doimo e'tirof hamda qo'llab-quvvatlashga munosib ekani ta'kidlandi. Yoshlar va kitob mutolaasiga qiziquvchi barcha vatandoshlarimizga ilm ulashda davom etishi uchun unga zamonaviy kitob do'konchasi o'rnatib beriladi. Faoliyatini barqaror va tizimli yo'lga qo'yishi uchun ushbu yangi savdo nuqtasiga qo'shimcha 2000 dan ziyod kitob ham taqdim etiladi. Shuningdek, asosiy maqsadimiz ezgu tashabbuslarga munosib sharoit yaratib berish orqali ularni yanada rivojlantirish, deyilgan agentlik xabarida.